yuzimni shuncha toshma qayerdan keldi axir? Oxirgi marta olgan kosmetikani sotuvchi sifatli, original deb sotgandi-ku. Xabaringiz bor, kundan kunga sifatsiz kosmetika mahsulotlarini sotuvi avj olmoqda. E'tibor berish kerak bo'lgan jihat shundaki, bunday mahsulotlarni narxi doimo sezilarli darajada arzon bo'ladi. Hammasi chetdan keladigan tovar. O'shaning biza 1000 so'm, 2000 so'mdan ko'p qo'ymaymiz. Hujjatmi, sertifikatmi bera olasizlarmi? Qanaqa sertifikat? Hujjat bermaydi-ku. Buni sertifikatimiz sifatini tasdiqlaydigan hujjat bormi desa, shunaqa nimadir bormi hujjatlar? Bunday sifat kafolatlanmagan soxta tovarlar sotuvga qanday kirib kelayotganligini galdagi tasvirlardan, holatdan bilib olishingiz mumkin. Kuni kecha yana bir chegara bojxona postida sifat kafolatlanmagan pardoz-andoz vositalari ortilgan yuk mashinasi to'xtatildi. Hozir shu haqida. Bojxona ko'rigi davomida yuk avtotransport vositasiga hujjatlarda qayd etilganidek kiyim ilgich, turli ehtiyot qismlar, xo'jalik mollari kabi 13 turdagi tovarlar emas, aksincha, hujjatlarda umuman qayd etilmagan 21 turdagi tovarlar, kosmetik vositalarning idish va qutilari, ularni ishlab chiqarish va qadoqlashda foydalaniladigan turli xom ashyo, yorliq va himoya qatlamlari borligi aniqlandi. Ularning umumiy qiymati esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 3 milliard so'mdan oshmoqda. Tadbir davomida sifat kafolatlanmagan kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sex fosh etildi. Bo'ka tumanidagi omborlardan birida xorijiy brendlar nomi ostidagi kosmetika va parfyumeriya vositalarining qalbaki nusxalarini ishlab chiqaruvchi yashirin sex faoliyati fosh qilindi. Sifat kafolatlanmagan pardoz vositalaridan foydalanish oqibatida qanday holatlar yuzaga kelishi mumkin? Bemorlar qarindoshidan, qo'shnisidan eshitgan har xil kosmetik vositalarni bilib, bilmasdan, tekshirmasdan ishlatgandan so'ng allergik reaksiya bilan qichishish yoki yuzga yoki badanga toshib ketgan toshmalar bilan bizga murojaat qilishadi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.